Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Akalar, bugun chislar 2026-yil 6-aprel dushanba kunida mana video olyapmiz. Sizlar uchun akalar, hop, shu sigirimiz sotiladi. Akalar, molimizni ma'lumotnomasi akalar. Molimiz akalar Qirg'izistondan ochiqligida kelgan. Akalar, shu molimiz tug'di. Mana tishi 8 kurak, mana bo'yi 1.35 cm. Akalar, bolasi 3 kunlik bo'ldi. Akalar 3 kunlik holatida suti palla. Bugundan suti kiribdi. 10 litr sut beryapti akalar. Ertalab 5 litr, kechqurun 5 litr beryapti akalar. Lekin nihoyatda yovush. Mana bolasi 3 kunlik bo'ldi akalar. Enasining o'zi mana shu molimiz sotiladi. Akalar, molimiz ishonchli, kafolati bor akalar. Yovush, mana eng qiziq akalar ishonchlik. Mana akalar, kavishini qaytarib turibdi. Hamma yo'q butun. Akalar, molimiz hamma yo'q to'rtburchak akalar. Mana eng qiziq akalar, yo'vosh, ishonchli mol. Akalar, molimiz sotiladi. Akalar, narxini akalar arzon qilib qo'yib beramiz akalar. Narxlari akalar 42 million so'm. Kelishamiz akalar. Manzilimiz Namangan shahar, Samarqand savxoz degan joyda akalar, fermada boqilib turgan mol. Mana akalar, hamma yo'q kafolati bor. Shu molimiz sotiladi. Mana akalar, bolasi 3 kunlik bo'ldi.